qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Taybey vaqt gezitining ziyoratini qabul qilib, Ukraina urushining Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga ko'rsatadigan ta'siri va Tayvanning Sharq Turkiston Surgundi hukumati bilan qanday hamkorlashishi kerakligini anglatdi. Taybey vaqt xabar torining 31 mart kuni e'lon qilgan Rossiya va atalmish Şinjanğa qarta qo'sh o'lcham degan temadagi xabarda mundaq deyildi. Salih Xudoyor Sharq Turkistonning Atush shahrida 1993-yili mayda tug'ilgan. Uning yurti 72 yildan beri Xitoy tarafidan kontrol qilinmoqda. 2000-yili uning oilasi Amerikaga chiqib siyosiy panohlik tilab, Oklahomaga o'ltiraqlashganda u 7 yoshda edi. U Amerikadagi zapas ofitser tarbiyalash atritiga qatnashgan. 2017-yili Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini qurgandan keyingi 12 oy ichida Amerika qurultay a'zolari bilan uchrashib, Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan xabardor qildi. Xitoy Şinjan deb ataydigan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga yurgizayotgan vahshiylik xalqaro jamiyat tarafidan irqiy qirg'inchilik deb ataldi. Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishdagi gavdalik shaxs deb tonilayotgan Salih Xudoyor 2019-yili Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri bo'lib saylandi. Amerikaning sobiq bosh ministri Mike Pompeo o'tgan yilning beshida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turk xalqiga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb bekitib, dunyo Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni yo'qitishiga shohid bo'lyotidi dedi. Bir necha kun ilgari bosh ministr Salih Xudoyor Tabiiy vaqt gezitiga dunyo eng ko'p yuzlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatdi. U o'tgan yili dunyo rahbarlarining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumganligini, insonlikning o'rniga manfaatni tanlaganligini, bu vaziyatning o'zgarmayotganligini aytib, Tramp hukumati Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Uningga ergashib Angliya, Gollandiya, Litviya, Chex, Belgiya va Fransiya qatorliq Yevropadagi davlatlarmi irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Buning sirtida ko'p ish qilmadi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzdan keyin Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik diqqatlardan uzoqlashdi. Amerika va G'arbdagi hukumatlar Xitoydan Rossiyaga besim qilishni talab qilib yalvorib, o'zlarining kursini tushirib olishga tasliq qildi. Xitoy rahbari Xi Jinping 18 mart Amerika prezidenti Baydenga Tayvanning mustaqilligiga qarshi turish, Tibet va atalmish Şinjan masalalariga aralashmaslik kerakligini aytdi. Xalqaro jamiyat Ukrainadagi to'qinish sababidan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Xitoyga besim ishlatishni xohlamaydigandek qiladi. Bu bizning ko'rishimizga passiv ta'sir ko'rsatdi. Buning din va irq bilan bir aloqasi yo'q. Bu xalqaro axborot vositalari o'rtaq o'tirg'a qo'ygan talab. Jug'rofiylik o'rni sababidan erkin dunyo Rossiyaning Ukrainada olib berayotgan tajovuzchiligining ta'siriga uchradi. Tayvan, Tibet, Sharq Turkiston Yevropa va Amerikadan necha ming ingliz mili uzoqlikda. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqarganligiga 8 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hukumatlar irqiy qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha Xitoyni jazolamadi. Dunyo asosiy jihatdan esidan chiqarib qo'ydi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qarta dunyo qo'sh o'lcham qo'llandi. G'arb hukumatlari Rossiyaga jazo yurgizdi. G'arbdagi shirkatlar Rossiyadagi tijoratini to'xtatdi. Garchi 2021-yili biz Xitoy ustidan xalqaro sudga arz sungan bo'lsak-mu, hukumatlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro adolat sudini Rossiyaning jinoyatini tekshirishga chaqirdi. Hech bir hukumat Xalqaro sud mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilmadi. Xalqaro jamiyat buningga sukut qildi. Tayvanmi yaqinqi bir necha haftadan beri Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini aybladi. Hokimiyat beshidagi Demokratik taraqqiyot partiya a'zolarining ichida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ayblaganlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hukumat asosiy jihatdan sukutda turdi. Millatchi partiyaning ichida Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyani Xitoyning bir qismi deb qaraydiganlarmi ko'p. Biz Tayvanning mustaqilligini qo'llaymiz. Tayvan xalqini qo'llaymiz. Tayvanni mustaqil davlat deb bilamiz. Dushmanimiz o'rtaq. Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jumhuriyatining tahdidiga qarshi turish uchun qo'limizdan kelishicha bir-birimizni qo'llashimiz, birlikda tirishchilik ko'rsatishimiz kerak dedi. Defense One xabar tori 29 mart kuni Xitoy Amerikaning yangi chegara mudofaa strategiyasiga oldingi tahdid dedi. Xabarda deyilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining yakshanba kuni kechda e'lon qilgan bir maxfiy paket jadvaliga qaraganda, Xitoyga qarshi turish yangi davlat mudofaa strategiyasida birinchi o'rinda turadi ekan. Paket jadvalida 5 burjaklik binoning 4 cho'ng mudofaa muhim nuqtasi ko'rsatildi. Xitoyning Amerikaning eng muhim strategik raqobatchisi va ministerlik uchun nihoyatda tez ortgan qiyinchilik ekanligi,
Xitoy Xalq Cumhuriyeti paydo qilgan keng doiradagi tahdidga qarshi vatanni qo'g'dash eng oldingi qatordagi mudofaa qilish ekanligi oydinlashtirildi. 3-chi o'rinda turadigan Xitoyning tajovuzchilikqa qarshi turish bo'lib, ministerlik tajovuzchilikni to'sish, zarur tepilganda to'qinishda g'alaba qilishga tayyorlik qilishni asos qilib, Beijing bilan bo'lgan to'qinishning yoshirin kuchga ahamiyat beradiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Gerçi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilganligi Rossiyaning cho'ng tahdid ekanligini ko'rsatsimi, ammo Pokis jadvalidan ma'lumki, Moskva bilan bo'lgan dushmanlashish 5 burchaklik binoning ikkinchi muhim ishi. 5 burchaklik bino yana Chavshan, Iran va zo'ravon oshqun tashkilotlar ilib kelgan boshqa izchil tahdidga taqobil turishga tayyor turishi kerak. Pokis jadvalidagi boshqa muhim nuqtalar Amerika va uning ittifoqdoshlariga qartilgan strategik hujumlarni to'sish va cho'ng birlashma kuch qurish. Davlat mudofaa ministrligining siyosat maslahatchisi Colin Kahl Twitterda bu strategiyaning maxfiylashtirilgan nusxasi kelgusi bir necha oy ichida oshkor e'lon qilindi dedi. Davlat mudofaa strategiyasi Davlat mudofaa ministrligining prezidentning texnik keng davlat bexatarlik strategiyasini qandoq yo'lga qo'ya oladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. 5 burchaklik bino Xitoyning eng cho'ng harbiy tahdidiga qarshi turish uchun 773 milliard dollarlik xomchot talabini parlamentga sungan kuni davlat mudofaa strategiyasi Pokis jadvalini e'lon qildi. Turkiyaning Çanakkale urushida harbiy qismga yangidan askarlar keladi. Sirri Efendi ismli bir yüzbaşı askarlarni ko'zdan kechirayotganda Chechening bir tutamiga xina qo'yilgan bir askarni ko'radi va "O'g'il olimi xina qo'yamdi" deb chaqchaq qiladi. Askar "Men bu yerga kelishdan ilgari onam xina qo'ygan, sababini bilmayman" deb javob berdi. Qo'mondonning talabiga binoan u onasidan Checheni nima uchun bo'yganligini so'raydi. Onasi maktubda shundoq yozadi: "Ey ko'z nurim Hasan, İçimde yalqındek yeniyotgan vatan muhabbeti turib, biz kentimizde rahat o'tirolamadik. Sen cho'ng ajdodingdan, dadangdan kam emas. Men sening onang, bizni Alloh yaratdi. Vatan cho'ng qildi. Alloh vatan uchun bizni oziqlantirdi. Sen bu ailening tanlangan qurboni. Hasanim, amaldorlaringga ayt. Bizning kenitda qurbonlik qildigan qo'ylarga xina qo'yiladi. Men seni avlodlarimning orasidan vatan uchun qurbonlik qilishga atadim. Shunga Chechenga xina qo'ydim. Alakmulla, Alloh seni Ismoil payg'ambarning yo'lidan ayirmasin. Farishtalar seni hozirdan boshlab rahmat bilan aslaydi. Anang Xadichadan." Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögünənlər üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet olğaysızlar.